Lyuboy Xitoy powerbanklarini sindirib yuboradigan Matiz to'g'risida gaplashamiz. Bu mashina Tikoni akasi, Spark'ga ukasi o'rtoqli. Faqatgina Matiz 3-polosadan 1-polosaga bir deganda o'ta oladi. Bu toycha 2018-yilgacha ishlab chiqarilgan, dizayni Italiyada chizilgan Manaman degan mashinalarga dam berib boradi. Aslida salon 4 kishiga mo'ljallangan, lekin bizani bag'ri keng akalarimiz unga bemalol 6 kishini sig'dirib yuborishadi. Bu akalarni oddiygina Matizda yurishligisiga qarab baho bermaylar. Ancha-muncha katta problemalarni bir deganda rishat qilib yuborishadi. Aytgancha, Mers, BMWlaringizda yo'q nomerlar shu akalarda bo'ladi. Bu videoni Matizchi Seriozniy akalarga yuborib qo'yinglar.